tadbirimiz uchrashuvimiz qatnashchilari biz bu yerga yig'ishimizdan maqsad Turonboy tomonidan 2026-yilda taqdim etilayotgan tadbirkorlikni rivojlantirish uchun, tadbirkorlikni boshlash uchun taqdim etilayotgan Turonboy tomonidan shu mikro kreditlarimiz, kredit mahsulotlarimizga bag'ishlangan tadbirimiz sizlarga tushuntirib o'tadigan kreditlarimiz hozir bizda prezident qarori 7-qarori asosi bo'yicha beriladigan kreditlarimiz bor. Davlat dasturi asosida mahalla loyihasi parkent tajribasi asosida beriladigan kreditimiz bor. Bu miqdori 50 milliongacha, foiz 25% dan muddati 48 oygacha. Bu o'z-o'zini band qilgan fuqarolar uchun tadbirkorlikni boshlash uchun beriladi. Turonboy tizimida biriktirilgan mahallalarda doimiy ro'yxatda turadigan fuqarolar uchun. Keyingisi mening biznesim ikkinchi krediti bor. Bu prezident qarori 312 ga ko'ra ajratiladi. PP 312, ya'ni shartlari bu 84 oygacha beriladi. 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha ta'minot qiladi. Ya'ni garov qo'yiladi o'rtaga. 100 milliongacha faqat sug'urta asosida beriladi. Foizi 23% dan. Muddati 84 oygacha, 36 oygacha imtiyozli davri bor. Keyingi kredit mahsulotimiz barakali limonzor deb nomlanadi. Bu faqat shu limonchilik sohasini rivojlantirish uchun issiqxonalarga ajratiladi. Bu kreditimiz shu BXMning bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobarga oshmagan miqdorda taqdim etiladi. Foiz 22% dan. Imtiyoz davri 3 oygacha, 36 oygacha, muddati 84 oygacha, ya'ni 7 yilgacha olsa bo'ladi. Keyingisi prezident qarori 7-asosida beriladigan biznes maqsadi mikrokrediti. Bu 25 milliongacha, foiz 25% dan, muddati 36 oygacha, imtiyoz davri mavjud emas. Bu sug'urta polisi bilan beriladi. Keyin bunga o'z-o'zini band qilgan shu O'zbekiston fuqarolari, o'z-o'zini band qilib ijtimoiy soliq to'lagan fuqarolarga ajratiladi. Keyin yana kreditimiz bor, tezkor mikrokredit. Bu 300 milliongacha beramiz. Muddat 36 oygacha, 25% dan boshlanadi. Bu imtiyozlar 3 oygacha. Ayol tadbirkorlar uchun 6 oygacha imtiyozlar beriladi. Foiz 25% dan boshlanadi. Agar yana qo'shimcha kreditimiz chiqsa hozir yangi bo'lgan, bu ham mahallada biznes degan kreditimiz. Buning foizi 25% dan 50 million so'mgacha 48 oy muddatga beriladi.